Öteye. Assalamu alaykum, hörmətli studentlar. Qanday bolsa, endi kelasi o'tadigan darsimiz to'g'risida ularni muhokama qilib, qayerni jo'ndash kerak, ham dars kirish uchun biz dam tarafini tayyor bo'lishimiz kerak. Shuningcha, kim qanday darslar o'tadi, mehrinsam sizni boshlagan bo'lsak, siz qanday dars o'tasiz? Qani, marhamat. Men kelasi darsimni 5-bu sinfda o'taman. Uyg'ur tili darsidan. Mavzusi ko'p til bilishning foydasi. Men eng birinchidan bu Uyg'ur tili darsi bo'lgan keyin bolaga matn, o'zim matn tepib, shu matn, shu mavzuga bog'liq matn tepib, matnni o'qib, mazmunni poster usuli orqali tushuntirib berish topshirmasini berma. Bu yerda şu mavzuga bog'liq, demak, til to'g'riliq matn bo'ldi. Şu 5-sinfga loyihalangan. Va ikkinchi topshirmam, yana qaydlab o'tma, bu mavzu til to'g'riliq bo'lgandan keyin 5-sinf bo'lgandan keyin 6 so'z berma. Shu 6 so'zning tarjimasini menga ular rus, ingliz, qozoq tillarida tarjimasini menga aytib berish kerak. Yazıp berish kerak. Va uchinchi topshirma, bu yerda kerakli so'zlarni qo'yib, jumlani to'ldirirish topshirmasi bo'ldi. Bu yerda men ko'pincha tilga bog'liq maqol tamsillarni oldim. Shu maqol tamsillarning hozir mana ko'rinayotgan bo'lsa, maqol tamsillar Mehrinar qaytlan. Suzan. Mehrinsam. Bilgan 3-topshirmada. Masalan, birinchi jumlani misol aytib ketsam, ko'p til Suzan. Bu yerda Uyg'ur tili darsi bo'lgan keyin siz qaysi tilni bilganingiz keldi, o'rganganingiz keldi va nima sababdan shuni o'y fikrlarni esaritida yozdi. To'rtinchi Siz mehrinsam menga baholash kriteriyalarini gapiring, qanday baholash kriteriyalarini qo'ydingiz? Burada hozir ders mavzuga berilgan matndagi qo'sh so'zlarning yozilishini aytib beralaydi va mavzuga cho'nqur fikr ayta oladi. Men baholash kriteriylariga berilgan so'zlarning tarjimasini biladi va tinchilgan matnning mazmunini so'zlab tahlil qila oladi, savollarni qo'ya oladi. Endi yana bir funksiyani qaytishni tavsiya qilmayman sizga. Ham shu mavzuni hayot bilan bog'lashtira oladi degan o'xshash. Mana har qanday mavzuni Bamani o kriterim. Просто hozir ko'raman. Ashuni qo'shingcha, hayot bilan har qanday bola hayot bilan bog'lashsa, u o'ziga mana bu mavzu kerak deb his qiluvchi. Agar sizlar uni hech qanday hayot bilan bog'lasangiz, u bola hech qanday nima qilmaydi degan so'z. Mavzuni o'zlashtirmaydi degan so'z. Qo'shilgan ayollarga borma, nima mehrinsam darsiga? Mehrinsam darsiga. Umuman yaxshi ham, ilib qo'shadigan ishim yo'q. Haqiqatan o'zining kasbiy, o'sha kelajak muallim ekanligini dalilab turish boshqa. Mehrinsamning darsini o'tizganga ruxsat degan so'zni aytgan bo'lardim. Yana kim so'zlaydi? Mehrinsam, sizning darsingiz o'rinliq, radlik barligi tuzganda yaxshi tuzilgan. Biroq siz o'zingizni kichkina uvereni so'zlab, balaga deb qo'shishib, qo'rqmang. Senmasdan har qanday joydan chiqishga tirishing. Yaxshi. Endi kim kelasi o'tgan dars to'g'risida so'zlaydi?
Zəbi siz sözləngə. Bu yerdə mən oxuşmaqda tanışılған mətnin məzmununu düşünüş, sunulğan axbarat boyunca faktini və göz qarashlarını ajratish. Birinchi bolalar bilan salomlashdim. Ular bilan psixologiyalik atmosfera aldingi uy topshirmani so'radim. Birinchi topshirma matn bilan ish bo'ldi, ya'ni kitobdagi berilgan matn bilan ish. Ikkinchi topshirma bu tanishlar uchun topshirma savollarga javob bo'ldi. Bolalar o'yinning qanday foydasi bor? Birinchi savol sizlar qanday milliy o'yinlar bilasizlar va tarbiya darslarida milliy o'yinlarga ko'ngil berasizlar? Bu ikkinchi topshirma bo'ldi. Onunki internet to'g'riliq yerda tushunib berdim. Ya'ni bu jumlaning talaffuz qilgan vaqtdagi ovozning shuhrat ko'raligi, uzun qisqaligi va kuchlik ajizligi internetda deb aytildi. Shu internet to'g'riliq qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Uchinchi topshirma Venn diagrammi yordami bilan bolaning o'yinning ikki turini oldi va ikki turini selishtirib shu o'yindagi o'xshashliklarni yazdi. To'rtinchi topshirma o'y qo'zg'ash usuli. Bu yerda dumdum degan o'yin to'g'riliq ma'lumot berilgan kitobda matn berilgan, ya'ni dumdum o'yiniga diqqat qilinglar. Qanday o'ynasa bu o'yin bolalar qanday yaxshi hislardan shakllantirdi, nima uchun shunday o'ynasa va dalillanadi. Shu dumdum o'yinda o'ziga yaxshi hislardan oldimi va qanday yaxshi hislar bor shuni dalillaydi bolalar. Beshinchi topshirma chiqish barag'i usulini foydalanib darsni xulosalanglar. Ya'ni bu yerda sizlar belki ben 4 savol qo'ydim bolalarga. Sizlar bugun nima o'rgandinglar? Dars bo'yicha qanday savollar bor? Keyingi darsda nima ko'proq bo'lish kerak deb o'ylaysizlar? Bugungi o'rganganlar kelajakda sizlarning hayotingizda kerakmi deb mushlar savollarni qo'ydim. Ya'ni bolalar topshirma o'rnaganda ko'pincha bu yerda qiz bolalar evet topshirmalarni tushungan bola ma'lum tushunmadi xuddi. Nima tushunmadim, qayerni tushunmadim, men tushuntirib bermay desam, o'sha dars tushunmadim dedi. Keyin ularga qaytadan alaydan o'zimning hechqisiga yozdim. Shunday adabli yozdi, bolam tushunmadi deb men dedim. Mundaq bo'ldi, mundaq savollarga javob berdim, mundaq edi, mundaq edi deb tushundim. Nega o'y qo'zg'ash usulini tushunadi. Bular matnni o'qimagan o'xshaydi. Shuning bilan sizlar masalan har turli o'yinlar o'ynaganda qanday o'zlaringiz qanday hislatdan olsa, ko'pincha yaxshi hislatdan olmas, tarbiya darsida o'yinlar. Umuman dars o'tilishi to'g'risida yana nimalarni qo'shgan bo'ladinglar, qayerlarga diqqat bo'lmagan, kim deb turdi? Zakirova siz nima bo'y fikr qo'shgan bo'ladingiz? Ders yaxshi o'tildi deb o'ylayman. Sababi ham bolaga tushungan yerini o'zi tushuntirib o'tdi. Topshirma o'rinli bo'ldi, meni o'yimcha. Buni WhatsApp'dan ko'rib o'tadi, har bir bolaga, har bir nimaga WhatsApp'da dars o'tgan vaqtda har bir bolaning bergan javobiga nima aksi munosabat, keri baylansa shuni davomli aytib o'tdi. Bu tarafı men dars o'tganda o'zigim deyman ham dedim, mana shunday bolaga har bir bergan javobiga bir o'zingizning aksi munosabatni ko'rsatish kerak. Unda bo'lmasa bola menikini eran qilmaydi ekan, o men dedim o'xshash ekan, o ma'lumot o'y shakllanib qolishi mumkin bolada. Shuning uchun o'tgangi dars qaraganda Zabining budaqqi darsini aytdi. Tirishchanligi ko'rinib turdi, o'zingiz davatqinga har bir bolaning uni WhatsApp'dan ko'rib oldingi darsga qaraganda bu darsning aytdi tirishchanlik bo'lganligini biz yaxshi bayqadik. Men 5 degan baho qo'yman Zabiga. Kim? Yana Dilnaz Ilohunova. Men 5 degan baho qo'yman. Mehrdan 5 mi? Evet. 3 Dilnaz bakya itlarni familiyalar bilan demasak bo'lmaydi. Xilil Zakirovasi qancha qo'yma dedingiz? 5. Mehrnisan? 5. Xililova. Zabining bu dersiga 5 qo'yatdim. Bu yerda har bir bolaga individualni podxod yasagan. Yaxshi o'tibsiz. Tekshirib turgan yo'q.
umuman Biroq Balla münasibati bor. bugungi nimamizni dars oldi ham xulosa nimamizni konsultatsiyamizni xulosasak yana qandaq yordamlar kerak sizlarga? Ya'ni qandaq, masalan, qandaq tarafdan yana qulaylik tarafi bor. Mush to'g'risida aytib o'tsanglar ham yana qandaq yordamlarga muhtoj. Masalan, biz yangilangan bilim berish sistemasini o'qib o'tdik. Bu yerda bizga shu yordam beraldimi yangilangan bilim berish sistemasi? Yangilangan bilim berish sistemasining yaxshi tarafi bu yerda bolalar o'zlari erkin fikrini bildirishni o'rganadi. O'zining har bir ishqi bo'lgan cho'nqur o'yini ayta oladi ochiq. Yordam bo'ldi onlayn dars bo'lganda. Qaysi bir metodlarni qo'llandinglar sizlar deganda? Qandaq bir yangi metodlarni qo'llandinglar sizlar? Yani biz o'zimizning darsimizda masalan men Yusuf Qasajibning amgiga tilning fazilati degan mavzuga bu yerda men she'rni o'qib o'zim audio orqali avatdim bolalarga va bolalar bilan fikr yurgazdik shuning to'g'risida. Men darsda ancha ko'p foydalanmadim. Audio, video materiallarni. Darslarni utuq o'tishiga tilakdoshlik bildiraman. Endi kelasi darsni da ko'rishgacha omon bo'laylik. Darsni vaqtida kirib, vaqtida topshirib beringlar.